Assalomu alaykum. Instagram ahli, Telegram ahli, YouTube ahli, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hamma negativlar gapirishibdi, gapirib chiqishibdi. Og'ziga kelgan gapni biza ham bilsa, bilmasa, chakaguzani o'chirib o'tiramiz. Hech kimni otasi, onasi, jigari va qilib o'tib ketmasin. Gapiribsizlar, o'zingni uyingda o'tir, onangnikiga bor deb kechirasizlar. Biza 4 ta qiz biza. Alhamdulillah hammamizning uy joyiz bor. Halima meni ota qo'limda qolgan. Bizda o'g'il bo'lmaganligi sababli Halima ota qo'limda qolgan. O'shancha adam o'lsalar, onam o'lsalar, tug'ilsalar, biz o'sha yerga borib Qur'on tilovat qilib, shu o'z-o'zi o'tirib, yeb, ichib, o'z-o'zi olib boradigan narsalarni o'z-o'zi olib borib, yeb ichib o'tiramiz. Biz kuyovnikini yo jigarimdan qolgan narsani yeb o'tiramiz. To'g'ri, u ham qo'ldan kelgancha qilmaydi emas, qiladi. Qo'ldan kelgancha kelinglar deb eshigini ochib qo'yadi. Aytibsizlar, uy talon-taroj qilib kuyovni haydadinglar deb. Kuyov bilan sizlar aloqadamisizlar meni kuyovim bilan yo kuyovim aytayaptimi sizlarga? Yolg'on informatsiya bermanglar hech kimga. Meni jigarimni bolalar, bizani bolalar o'zi. Shu Jasur, Gulnozi yaxshi tarbiya bergan, yomon tarbiya bermagan, to'g'ri aytyapsizlar. Bizani aqlchiligimizni bizani oldindan kuzatib yurgan odamlar biladi. Hali har doim olib chiqardi meni ona she'rlarim deb. O'shancha og'zingizga qarab gapiraveringlar. YouTube'da shu gap so'zlarni, bizani uydagi gaplarni o'zini ichidan chiqarib fatvo qilayotgan kanalni men sudga beraman. Men sudda gaplashaman odam bilan. Qanaqa, nima, mendan so'rasa, men o'zim intervyu beraman shu odamga. Men обязательно meni gapimni yozib olib, yo men qilgan qiluvni qilib, yo men orqamdan negativ gaplar gapirib berayotgan bo'lsam, jigarimni qo'ying, savob uchun beraman. O'zim kiyaman. So'rab meni kommentariyamga yozganligi beraman. Direktlarimga yozishyapti, Hamid opa bering deb. Men bitta qo'yningni qo'yganim yo'q, noto'g'ri tushunibsizlar. Men tandiram o'ynab qo'yganmiz unga. Iltimos, o'zinglarni kruglozoriylar bor, uyinglardagi o'shani ham hududni ham olinglar, xo'p? Meni Instagramda odamim juda ko'p. Juda ko'p odam telefon qiladi menga. Tushundingizmi? Olganimni olaman, olmaganimni olmayman. SMS yozishadi menga. O'qiganimni o'qiyman, javob berganimni beraman. Men qo'rqmayman, Allohdan qo'rqaman. Alloh o'zi ko'rguvchi, o'zi bilguvchi. Tushundinglarmi? Xudoga shukr, oilam bor. Endi nima niyatda, nima anaqada qilyapsizlar, uni Alloh bilguvchi. O'zingizlarga qaranglar. Iltimos qilaman, kanallardan unaqa bo'lar bo'lmas gap chiqarmanglar. Men ko'chada artist emasman, to'g'risida sinimga o'xshagan aktrisa emasman. Meni gapim chiqib ketadigan, yo meni orqamdan parasha otadigan. Men oddiy xalqman. Men Ibragim va Halimani opasi bo'laman. Prosta men Instagram yurg'izayotganim shu Halima haqida, qayerga boryapman, Halimani bolalari qanaqa deb men shu anaqani ochganman. Hammanglarga insof tavfiq bersin. O'sha kanalni sudga beraman. Iltimos negativchilar, otanglar, onanglar, jigaringlar o'tmasin. Hech kim ota qo'linglardan, ona uyinglardan, yelkanglardan itarmasin, aka-ukalaringiz. Bizaniki itarmaydi, biz shundoq ahil biza. Xudoga shukr, kuyovimni gapiribsizlar, o'ylantirib qo'ying deb. O'zi biladi, Alloh bilguvchi. Biz o'ylantirmaymiz, bu meni ota qo'lim. Rahmat. Eshitganingiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat. Negativchilar oilanglarni mahkam qilinglar. Yuzini, jamolini yaxshi ko'raman. Ko'rgim kelar qora ko'zini, shu yomonni yaxshi ko'raman. Men aytyapman. Biroq rahmat. Rahmat, hurmat kelganingiz. Rahmat.